Bo'ladi. Nima ish qilasiz? Men do'konda ishlayman. Nima ish qilasiz? Bak anaqa kiyimda sotaman, kiyim sotaman. Kiyim. Qayerliksiz? Toshkent. Toshkentdasiz, a? Xo'p, rahmat. Ana Melisa akalarim kelib qoldi. Mayli, rahmat, sog' bo'ling. Turkiyadagi o'zbeklardan Turkiyaga kelib ishlasa bo'ladimi degan savol so'raymiz. Qani ketdik. Studentskiy dokument orqali o'qib, ishlasak ham bo'ladi. Hozir ishlar qanday? Yaxshimi Turkiyada ish? Ishlar yaxshi. Siz nima ish qilasiz? Men shu svarchikman, svarkaga ishlayman hozir. Yaxshi olib borasiz. Ha, devishkalar gapirmayaptimi? Gapirsa bo'lardi. Ha, albatta kelsa bo'ladi. Endi kim qanaqa maqsadda kelishiga bog'liq albatta. Va o'qishga kelish men uchun o'qish ma'qul ko'raman. Hozirgi kunda o'qish bu yerda ancha yaxshi, rivojlanishi ham va dunyoning top mingtaligida bo'lgan universitet anchagina ko'p. Biz TikTokka tushmaymiz. Men bu chapga qarab turay, hozir video olayotganman. Yo'q, video olganimiz yo'q. Xuddi o'zlaringizdan misol kelib turib chiqarib aytib berasiz. Ajrashadiki men bilan hozir ana Yeringiz shunday qayerda? video olsangiz. O'zbekistonga. ishlasa qanday ishlasa bo'ladi, dokument masalasi qiyin masalada. Dokumentni ham yo'lini topsa bo'ladi, qanday topsa bo'ladi. Mana shu bolani shuni aloqaga chiqarasizlar, sizlarga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni hammasini yig'ib berishadi va institutga sizni dokumentni topshirib berishadi. Sizga qo'lingizga 4 yillik o'tirma iznini shunday chiqarib beradi.